Hurmatli fuqarolar, mening inspektorim xavfsizligingiz uchun zamonaviy yechim. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Biza mening inspektorim ilovasini yuklab oling desak, noto'g'ri tushunishlaringiz mumkin. Lekin desa bu yerda pasport danlilar, hamma narsalar so'raladi. Shuning uchun IIB xodimi bilan suhbat o'tiramiz. Bu ilova haqida bir qisqacha aytib o'ting. Shular haqida bir xalqimiz ham bilsinlar. Assalomu alaykum fuqarolar. Jaloliddin aka, siz hozir to'g'ri aytdingiz. Bu mening inspektorim ilovasi orqali fuqarolarimiz ko'plab qulayliklarga ega bo'lishlari mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, yashash uylarida o'tirib turib, mening inspektorim ilovasi orqali so'z tugmasi bor. O'sha tugmani bosish orqali profilaktika inspektori idora tashkilotlarga onlayn murojaat ariza qoldirishlari mumkin. Bundan tashqari, bu platforma orqali mahallada bo'lib turgan yangiliklar, xabarlardan xabardor bo'lib turishlari mumkin. Bu ilovani qanday o'rnatamiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, bu ilovani biz Play Market va App Store orqali yuklab olamiz. Bunda pasport ma'lumotlari va Face ID orqali yuklab olinadi. Ilovani Google Play va App Store orqali bepul yuklab olish mumkin. Ro'yxatdan o'tish oson. Telefon raqamingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari kiritiladi.